Uzatib berasan telefonni. Berganimga dastavkaga keldim. Telefonlari orqada qolib ketibdi. Meni xabarim yo'q edi. Telefon qilib chaqirishdi, olib kelib bering deyishdi. Kechqurun bo'lsa ham olib kelib beryapman. Hozir mana egasiga telefon qo'yaman. Alo, assalomu alaykum. Olib keldim telefoningizni. Xo'p. Kutamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashmoqchiman. Ha, men bilan gaplashuvdingiz. Mana telefonlari qolib ketgan ekan orqada. Ha, bo'ldi, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Mana qarang. Nima bu telefon? Sindirib olib kelsiz telefonni. Singanmanmi? Yo'q, men sindirib olib keldim. Qarang, men butun sindirib olib kelgansiz, butun-butun telefon. Yo'q, men sizlarga olib kelib beraman deb boshim baloga qoldimi? Men sindirganim yo'q, nabrot orqada turgan ekan, men olib kelib beryapman. Nima deganingiz bu? Nima u tuhmat qotdi deyapsiz? Nima deyapsiz? O'zidan sinib qolmaydi telefon. Men telefonni mana, bering telefonni mana. Men unaqa tuhmat qilmayman. O'zidan sinib qolmaydi havoda. Havoda biladi, sinadimi, men qaytamli, u ayolingizdan so'rang, qayta sinib qolganini. Menga unaqa tuhmat qilmayman. Olib kelib berganimga, uzatib berasan telefonni. Olib kelib berganimga. Ay, plos maraz. Qilaman hozir maraz. Bo'yiga qolaganingga qiyin. Ko'rsataman senga tushundingmi? Tuhmatga qolishmi? Bo'yiga qilgin, javob. Bo'yiga ko'rsataman, tushundingmi? Alo, assalomu alaykum. 102mi? Ammo bitta klient telefonni qolib ketgan ekan. Olib kelib bersam, o'zicha menga telefonni otib, qani tuhmat qilyapti-da. Manzilmi? Hozir men lokatsiyaga qarab yetib bo'ladimi? Uchtepa rayonda. Uchtepa rayon? Ha. Hozir o'zlari o'sha yerdamidi? Ha, men shu yerdaman. Ana klient ham shu yerda, mijoz. 5 daqiqada odam jo'natib yuboramiz hozir. Ko'rsataman senga, tushundingmi? Olib Olib kelib berganimga dastavkaga ichki ishlarga kirganimda telefon olib kirish mumkin emasligi to'g'risida va kirishda qoldirish to'g'risida ogohlantirish oldim. Holatni tushuntirganimda ham mumkin emas to'g'risida yana ogohlantirish olganimdan keyin telefonlarni topshirib ichkariga kirdik. Men ko'rdinglar, uchastkoydan chiqdim. Hozir endi uzr masalasi bo'ldi. Ichkariga ham qarayapman, mana gapiring. O'shani hozircha chumuvchilik bo'lib qoldi. Chumuvchilik bo'lib qoldi? Chumuvchilik asar ustiga hozircha jahl qilish. Endi chumuvchiliga mana shunaqa kelgan taksistga bo'yiga telefonlarni otib, o'yinlar qilib, ana ustidan kulishdek, mana shunaqa qilasizlarmi? Qarangda, men o'sha yerda men sizni yaxshilik bo'lsin deb o'sha yerda telefoninglarni olib kelib berdim, tuhmatga qolib ketdim, bekorga meni yuzimga otib olasiz. To'g'ri, hozircha jahl chiqib ketdi, boshqacha chumuvchilik bo'lib qolgan ekan, o'shani iloji bo'lsa yaxshilik chaqal qilsa, men bor uzr so'rayman sizdan, hozircha qizishib ketdim. Ayting, birzikiga kirib chiqqaningizni ham, arizalarda uzr so'raganingizni ham ayting. Shunaqa bo'ldi hammasi. Qizishib ketib, shunaqa bo'lib qoldi, boshqa qaytarilmaydi. Atela mana sizni videoga olyapman. Chunki mana shunaqa holatlar ko'payib ketganda, ya'ni taksistni bo'ylab hamma bilganini qilyapti. O'shaning uchun hammanglarga insof bersin. Taksilar ham bitta odam, iltimos iloji boricha sizlar hammanglar mana shu ishni qilyotganlar, mana bunaqa pissa qilib yursanglar, birzikiga biz bilan ovora sarsongarchilik bilan oxiri nima bilan tugadi hozir? Oxiri yaxshilik bilan tugamadi, u qizishib ketib. Yo'q, yaxshilik bilan tugamadi, baribir uzr bilan tugayapti-ku, mana uzringizni so'rayapsiz, to'g'rimi? Iltimos qilaman, mana shunaqa narsalarga e'tiborli bo'linglar. Biz ham bitta odam, mana shu mehnatimiz orqasidan yuribmiz.